Əziz yurttaşlar, bir gün növbətdə Fəzi xanadanımızı natijnə patologlarını şunun çıraylı qılıb işləb bərdik. Şu 2 etaj çıraylı uyumuzni polni 2 etajdan natijnə patologlarını çıxarıb bərdik. Girəvəşimizdən dərizləyən şunun çıraylı güllədən başlanalı koridorda canına devam ettirsək koridoru qara glyansoy natijnə oldu. Bir yerdə qalın materialdan çıraylı qılıb işləb bərdik. Çak kolumuzda bir spalni oladı. Bir zal ekan. Şimdi dekorasyonu qılıb işləyərlər. Bir yerə zvyozlu nevanı işləb bərdik. Çıraylı qılıb. Sonra akkuratni bo'lib chiqdi bu yerə. Keyingi xonasini o'tamiz. Bu yer birinchi etajdagi zali. Zali shunday chiroyli akkuratni bo'lib chiqqan. Eni 5 metrlik printerdan chiqarib ishlab berdik shuni. Shunday chiroyli qushlari bor. Eksatishni qilib ishlab berdik. Как живойdan bo'lib turadi. Yorib xabaringlar yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yinglar. Tanishlarga yuborib qo'yinglar videoni. Devam ettiramiz. Keyingisi bu yerda dahlizi, bu yerda ham shuni qora glyansoy qilib ishlab berganmiz. Zo'r chiqqan bu yerdan ham. Keyingi spalnisida oq glyansoy materiali, bu yerda 2 mushunda shunday gul tushirib ishlab berdik. Zo'r chiqqan bu yer ham. Keyingi xonasini o'tamiz. Bu yerda shu trenddagi gullarimizdan. Her daim en ko'p zakazlar shu gullardan tushadi. Her daim o'yin. Zo'r chiqqan shu siniy gullari dim zo'r chiroyli bo'lib tushgan bularni. Shu kunetlarimizga yoqadi shu gullarimiz. Her daim xadavoy gullarimiz. Keyingi xonasini o'tamiz. Bu yerda shunday chaqmoqdan atib ishlab berdik. Materiallarni. Zo'r chiqqan bu yer ham. Akkuratni bo'lib. Şimdi ikinci etajında xonaları kaldı. Bir anda oq mramor qilib ishlab berganmiz. Bir anda zvyozli nevan ishlab berganmiz. Hozir tepaga chiqib yaqindan ko'rsataman yana bir.